Maqtanishmasu mani mastavamni oldida bochkaniki qizib turgan yog'imizga go'shtni solib, avval ziravorlar, keyin esa piyozni solib yaxshilab qovurdim. Ziravorlar bilan to'yingan va qovurilgan go'shtimizni ustiga bir dona pomidorni qirg'ichdan chiqarib yaxshilab qovuramiz. Qizlar bu mastavani albatta saqlab qo'yinglar. Katta mehmonlarni kutganda asqotadi. Keyin esa sabzi kartoshkani soldim, ustidan 2 osh qoshiq tomat pastasi va ozgina suv bilan yana qovurdim. Toki suvi quyilib, yog'i tepasiga chiqquncha. Eng oxirida esa 2 xil burg'or, sarimsoq va seldri solib bitta aralashtirdim va suv solib qaynatib qo'ydim. Men bu yerga dam olish uchun kelgan edim. O'shaning uchun tabiatni his qildim va rohatlandim. Keyin esa mastava uchun guruch solmoqchi bo'ldim, soldim ham, lekin ming afsuslar bo'lsin, telefon kamerasi yoqilmagan ekan. Mayli, hamma narsa ideal bo'lishi shart emas. Xullas, ovqat tayyor bo'lishidan 10 daqiqa oldin guruchlarni soldim va pishirdim. Ovqatni suzishdan oldin kashnich va sarimsoqni maydalab solib, keyin esa albatta bir marta bo'lsa ham shu uslubda tayyorlab ko'ring va rohatlaning.